Sizlarga yana bir gulni ko'rsatmoqchiman. Men hozir sizlarga faqat ochilgan gullarimni ko'rsatmoqchiman. Chunki tanasini hammasini ko'rsatib bo'lganman kanalimga obunachilarim uchun. Xo'sh, piyon gulimiz. Qaranglar. Oppoq ochilgan, oppoq piyon. Bu rozviy emas, gulobcha emas. Oppog'i. Mana oppoq piyon guli. Bu guli mana bu g'unchasini holati mana shunday bo'ladi. Shu bugun ertalab ham bu nima bo'lmagan edi. Ochilmagan edi, kesam mana shunday holatda. Mana qolganlarini ham ochilayotgan holati. Mana g'unchalari hali maydacha. Lekin bular ham ertagacha ochiladi menimcha. Chunki уже mana shunday holatda edi ertalab. Mana shu oq ochilgan piyonim. Rozviysi ham demak ertalagacha ochilar ekan. Piyonim 4 xil sorti bor bu yerda. Ranglarga ajratadigan bo'lsak, oq, gulob, rozviy, qizil sortlari bor. Xo'sh. Bular ham mana nima qilgan, lekin hali gullagani yo'q. Bugun yana shiracha tushibdi bunga. Shirachasiga qarshi dori beramiz endi. Yana. Xullas, piyonlardan ochilgani hozircha oqi ochildi. Ertalarga mabodo rozviysi ochilib qolsa, nasib bo'lsa, rozviysini ham ochilgan holatini ko'rsatib o'taman hammalaringizga. Endi bularni tanasini hammasini ko'rib bo'lganlaringiz uchun endi faqat ochilganini video qilaman sizlar uchun. Bu yerda ko'rmaganlaring qanaqa gul bor edi? Xo'p, bu yerda Kolius, bargi tomosha xalq tilida. Mana shu gulimiz ko'rmagansizlar. Buni olib kelib ekdim. Mana ko'karib, yashnab yotibdi. Olib kelganimda maydacha edi bu ham. Olib kelganimda obzor qilmabman, vaqt bo'lmadi. Xo'p. Bu lineynik. Bular ham hademay gullab qolsa kerak. Bularni yoniga nimalar ekkanman? Hostalar ekkanman. Mana hozircha holati mana shunday. Keyinchalik katta bo'lganda yana ko'rsataman sizlarga. Hozir kichkinalik holatini ko'rsatmoqchi bo'ldim sizlarga. Mana shular hostalar. Bular katta bo'lganda men sizlarga yana bir marta ko'rsataman. Bular manzara gullar. Katta barglari bo'lib ketadi, manzaraviy gul bo'lib ketadi nasib bo'lsa. Bular gullash uchun emas, gullamaydi, bular faqat manzara beradi. Katta bo'lib barglar ochib manzara beradi. Mana yana bir manzaraviy gulimiz. Geyxira. Juda ajoyib gul. Bu ham katta bo'lar, barglari o'rmalashib bir chiroyli bo'ladi nasib bo'lsa. Sizlar bilan bo'lishaman. Bularni katta bo'lganda bo'lishaman endi shu bilan. Yoshligini ko'rdilaringiz mana, nasib katta bo'lganda yana sizlarga bir videocha qilib ko'rsataman holatini.